Assalomu alaykum, hurmatli huzur ko'ch ko'raman, aziz qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun Germaniyaning Frankfurt shahridagi Xitoy konsullugi oldida Robiya Qodir boshchiligida Xitoy kommunist qarshi g'azab bilan, shiddat bilan namoyish olib borilyapti. Bu namoyishga dunyoning har qaysi joylaridan, Amerikadan, Shvetsiyadan, Germaniyadan, Gollandiya, Belgiya qator davlatlardagi vatanparvar bir qism qarindoshlar kelib bu namoyish qatnashdi. Hamda bu namoyishga Uyg'urlardan boshqa Germaniyada faoliyat olib turgan Turkiya qarindoshlar, Ozarbayjon qarindoshlari hamda boshqa qarindoshlarmi bizning bu namoyishimizga qatnashib, Uyg'urlarning milliy kurishiga ovoz qo'shib, shiddat bilan javob beryapti. Sizga Juroz efendim, sizlar bu Amerika qit'asidan bu namoyish qatnashish uchun Robiya Qodir hamrohlar bilan keliblar. Bugun biz bu Frankfurt shahridagi Xitoy elchixonasi oldida davdu namoyish olib boryapmiz. Bugun namoyish haqqında ta'sir so'zlab bergan bo'lsizlar. Men bu namoyishdan bek ta'sirlanib, birinchi shartim shu ekanki, ta'sirlanishning sharti Germaniyaliklar namoyishga to'liq chiqadi ekan, tushib qolmaydi ekan. Qatarna to'liq ekan, sapna jangovar ekan. Bütün Germaniyada yaşayotgan Uyg'ur Germaniyaliklar namoyish to'liq keladi ekan. Birinchi ta'siratim shu. Bundan boshqa bu namoyishga Germaniya faoliyat olib borayotgan Turkiy qarindoshlar, Ozarbayjonlik qatnashdi. Ular sizlar qanday bavrlar? 7-oyning 5-kuni Urumchida Xitoy qirg'inchilik qildi. Shuningdek keyin Turkiya Jamhuriyatining raisi Erdo'g'an o'ttirg'i chiqib Uyg'urni qo'llayman dedi. Şu günden başlap Türkler oygandı. Türklerge ergişip andın bazı mütedil İslam devletleri mi oturuğa çıktı. Şunun olayla Türk dünyası, Uygur dünyası kozgulup gitti. Hazır biz yardımga muhtaç olup toğa vakti bula geldi. Uygur'un sepi, Uygur'un koşunu ulgaydı. Rahmet. Esselamu Aleyküm, hürmetlik. Alınıp dursun efendim. Siz bu Meyunxun'dan şun jiraktan gerçekten salametiniz yaxşı bombusu mu namoyish qatnashib kelibsiz. Bugungi namoyish haqida ta'sirotlaringizni ko'rurmanlar so'zlab bergan bo'lsin. Bugungi namoyishga Myunxendan 40 dan ortiq odam keldik, bir qancha mashinada. Bugungi namoyish nihoyat yaxshi davomlashyapti. Bugungi namoyishimizga Uyg'urlarning ma'naviy onasi Robiya Qodir qatnashdi. Jushqin, qizg'in kayfiyatda qatnashyapti. Endi bu qitim endi hammamizga ma'lum bo'lgandek Xitoyda bir turkum qarindoshlarimiz o'lim jazosi berib ijro qildi. Bir turkumlar mangulik so'loqqa tashildi. Shu Xitoy qarshi imoniy, vijdoniy burchimizni ado qilish uchun jiroq bo'lsa kelib, g'azab nafratimiz bilan Xitoy konsulining oldida o'zimizning noroziligini bildiryapmiz. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum, Abdurimjon efendim. Sizmi uzoqni yaqin deb bilib, nihoyat badal to'lab Myunxen namoyish kelibsiz. Bugungi namoyishdagi kayfiyatingiz yuqori bo'ldi. G'azab shiorlar to'lib, dushman qaratan nafratingizni bildirgan bo'ldingiz. Mushaqda ko'rurmanlarimizga o'zingizning hissiyat so'zlab bergan bo'lsin. Alaykum assalom. Bizning Myunxendan bu yerga kelganimiz hech qancha badal to'lash emas, hech qancha jafo mushaqqat emas. Biz bu yerga mashina bilan kelyapmiz. Endi vatanimizda shu 7-iyul voqeasida qonli qirg'in qilingan shu qarindoshlarimizni har bir minut, har bir sekund biz eslab, oshlarniki to'lgan bedellarini, oshlarning iqtidor qonlarini biz oqlashimiz bizning majburiyatimiz. Biz buni endi qo'limizdan keladigan hozir shunchalik namoyish qilib, mana to'plashib, Xitoy elchixonasida nafratimizni bildirib, elchixona oldilarida, Germaniyaning erkin ko'chalarida mengib, mana shu ortoqlab, bu hozirgi bizning vaqtlik nafratimizni ifodalash. Buning bilan Xitoyning zulmi to'xtamaydi, xalqimizga bo'lgan besim, qirg'inchilik buningla oxirlashmaydi. Xitoy hargiz yeniklatmaydi. Besim qancha kuchaytdiki, ammo yeniklashmaydi. Shunda bir kun kuladiki, Xudoyim bo'lsa, hozir biz o'zimizniki mana vaqtimiz bilan, ya'ni qilyapmiz, vaqt kelganchaqda jinimiz bilan, qinimiz bilan xalqimiz uchun o'zimizni fido qilishga tayyor. Rahmat sizga, rahmat. Assalomu alaykum. Siz o'zingiz tanishtirgach, shu ko'ruvchilarga men efendim bugungi namoyish haqida ta'sirot so'zlab bergan bo'lsangiz. Bugungi namoyish şu Germaniyada yaşayotgan Uyg'ur va qarindosh Türk millatlar birga Xitoyga qarshi o'zimizning noroziligini bildirish uchun to'plandik. Hammamizning nihoyat g'azabimiz, o'zimiz bilimiz nihoyat qattiq, qo'limizdan hozir keldigini mushkan. Xuddi Abdurimjon aytgandek, vaqti kelsa jinimizni berishga biz tayyor. Rahmat, rahmat. Boshqa davlatdan kelganlar bormi? Bor. Gollandiyadan kelganlar.
Assalomu alaykum. Siz bu qilin namoyishga Gollandiyadan kelibsiz. Gollandiya shunda Jiroq yerdan kelibsizlar namoyishga. Namoyish kelgandan keyin yosh o'g'rilarni to'lab, hatto bolalarni ilib kelibsiz. O'zingizning dushmanga bo'lgan g'aziyatni nafratingizni bildirdingiz. Mush haqida bugungi namoyishda siz nimalarni ko'rdingiz, nimalarni his qildingiz? Bundan keyin siz nimani qilmoqchi o'zingizniki qarashlaringizni ko'rurmanlarga so'zlab bergan bo'lsin. Bugün ben özümden balları bilen Jiroq bir şehirden bu namayışga qatnashuvchi için yetip geldim. Xitaylar bu yıl 6. ayda Guangdong өлkəsində Uygurlarımızı urup ötürüp 5. iyul Ürümçi qırğınçılığını payda qılıp, onun keyin üzlüksüz toxtumay vatanımız Şərqi Türkistan'da keç gündüz tutqun hem öldürüş faaliyetlerini elip verip atqanlıq üçün biz narazılığımızı bildiriş üçün bu yerga yetip geldik. Hazır bu yerki namoyish qatnashchilarning Xitoy hukumatiga, ya'ni Xitoy tajovuzchilariga bo'lgan g'azab nafrati intayin yuqori. Biz Xudoyim bursa bu namoyishni Xitoylar mushu tajovuzchilikni to'xtatganga qadar davomlashtiramiz. Rahmat.